Voy, hafta bo'cha bor ekan-ku, barakasini bersa. Voy. Uyga bo'lsa kerak menimcha. Aka, siz menimcha men noto'g'ri tushunyapsiz. Po'cha olyotdi, po'chani. Shohib o'rtoq, tanimadingmi? Ahmad, o'rtoq, o'zingmiz, ha? Yaxshimisan? Nega unaqa tortinib ko'rishyapsan? Kiyimimda qo'yg'ida kelyotdi. Sani kiyimingga qilib o'tirib qolmasin deyotdi. Nima deganing bu? Bu yoqqa kel. O'zing nima ishlar qilib yuribsan? Men shu har doimgidek qo'ylarim ujiniga po'cha terib yurdim. Ketdi bo'lmasam. Qayerga? Qo'ylarni ujiniga po'cha tergani. Voy, hazillashma o'rtoq. Qora jo'yn turadi. 770 nomerlarda qo'ylarimga po'cha teramiz. Voy, bugun banket bo'lagani qo'ylarimga. Aytganchi, po'chalaringni bagajga solma. Xo'p, o'rtoq. Rostdan mashinaning bagajiga po'chalarim bor turaymi? Bitta temir ekan bu. Oqibatdan ustunmi? Ort bo'laqa ketdi. O, mana po'cha. Hal o'rtoq. Olaman. Yo'q, o'zim olaman. Odamni hijolatga qo'yyapsan-da, sho'ti tashlab ketsang o'zim yetib o'rardim. Nimaga hijolat bo'lasan o'rtoq? O'zim tashlab qo'yaman. Bahonada qo'ylaringni ham ko'rib kelaman. Kechqurun qo'ylarimga po'cha terib kelaman. Po'chalarni tayinlab sekin kechqurun ushingga desertni tayinlab beraman-da. Qo'ylarimga po'cha olib kelib, to'kaman oldiga yeyishini qaragin. Shu ovoziga maza qilaman-da. Bah. Nega? Mana bularni qara. Xudo xolasa shu qo'ylarni tezroq katta bo'lsa, shularni sotib uylanmoqchiman. Niyatli katta hali. Xudo xolasa hali buqala olaman. Ishlarim ko'p, jigar. O'rtoq, Jigar. hali ham o'zgarmabsan. O'sha samimiy, soddaligingcha qolsa. Yoshida birga katta bo'lgan og'aylarimiz 3-4 so'm pul topib o'zgarib ketdi. Ko'chada meni ko'rsa, po'chachani mensiga o'tib ketadi. Lekin sen umuman o'zgarmabsan do'stim. Ko'chadagi boy akalar bor, o'shalarni bir og'iz suhbatligini olib ko'rgin. Ular ham yoshligida qo'y boqib, mol boqib, po'cha terib, qatuv sot ko'targan akalar. Men javob, yigit kishini omadi bilan o'ynashib bo'lmaydi. Erkak kishi bir kun tuyada bo'lsa, bir kun piyadada do'stim. Bu yog'ini hammasini endi vaqt ko'rsatdi. Bu qo'y, mol boqib, qatuv sot katta bo'lgan bolalar, hali hech qancha kam bo'lmagan, Ko'rasan qani, xudo xolsa, mana niyatim yetaman. Jigar, ko'rasan, quruq gaplar, quruq hammasi. Qoravoy, sen tezroq katta bo'lgan hopmi? Hali meni kelajakda orzu havaslarim juda ham ko'p. Menga qarang, azmani yaqin og'aynim bo'lsa, qanaqa qilib bu ishini menga qiladi? Shommi shu o'rtoqlaringizga dudimi? Gapim to'g'ri chiqdimi? Mana endi ahvolingizni qarang. O'zimni muammoyim o'zimga yetarli. Saniki ortiqcha hozir. Bo'ldi qil deysiz. Yo'q, endi bo'ldi qilmayman. Hey! Erkak kishi uyidan halovat qidiradi. Lekin bizlarnikida halovat yo'q. G'urbat. Tilbomot, qoravoy. O'rtoq yaxshimisan? O'rtoq, Nima qilyapting? qo'ylarimga qarab o'tirdim. Bo'ldi, hozir boraman. Keluvdim o'rtoq. Hozir chiqaman. Yaxshimisan? Charchaversan, yaxshi kelding. Nima og'ir bo'lib po'cha ko'tarib yuribsan? Odamlar eshigini tagiga ilib qo'ygan ekan. Qo'ylaringga berasan deb olib keldim-da. Po'chalarni olib kirib tur. Men ketingdan hozir kiraman. Bo'ldi, bo'lmasa to'g'ri qo'yxonaga kiraver. Qo'ylarga ujum beruvmi o'zi? O'zimizga ham ishki narsa olib keldingmi? Ikkita o'rtoq bir narsa qilib dardlashib o'tiramiz deb pitsa olib keldim-da. O'rtoq, chopar pitsadan olib keldingmi? O'sha mashhur chopar pitsadan olib keldim. Voh, bay. Odam rosa ham sog'inadi, o'rtoq. Ol. Og'ayni, bu chopar. Hammaga yoqadi. Mazasi hali o'sha juda meni bormayapti, o'rtoq. Bo'ldi qilgani. Devori bemalol ovqatdimmi? Seni ham tunaman. Puling ko'p, yoningda soxta insonlar, dushmanlaring. Endi nima deysan? Bir kam dunyo dey. Mana shu o'tirishimizga hech nima yetmaydi o'rtoq. Lekin senga rosa havasim kelyapti og'ayni. Menda xabar olgani keldingmi? Yo ustimdan kulgani keldingmi? Nimamga havas qilyapsan? 32 yoshga kirib uylanmaganimga havas qilyapsanmi? Ha? Yo'qsam remont uyimga havas qilyapsanmi? Bo'lmasa po'cha terib qo'y boqishimga havas qilyapsanmi? To'g'ri. Senda boylik bo'lmasligi mumkin. Lekin halovating bor. To'g'ri aytasan og'ayni. Oddiylikda halovat bor lekin. Menga ruxsat endi. Xo'rozam qichqiryapti. Qani ilohim. Oqibatimizga qolmasin. Bo'pti.
yana bir kelaman. Boy bolalarning o'zi ikkita o'rtog'i bo'ladi. Bittasi boy bo'lsa, bittasi soatda kambag'al bo'ladi. O'sha kambag'al menman-da. Nimadir sabab bo'lib, menga pul taraflama yordaming kerak bo'lib qolsa, menga qanaqa qilib yordam bera olasan? Senda pul yo'q-ku. To'g'ri jigar. Oyoqqa ortib qo'ygan pulim yo'qdi. Lekin seni boshingga ish tushib, qanaqadir pul kerak bo'ladigan bo'lib qolsa, 8 ta qo'yni bozorga olib chiqib, ko'targaniga sotib senga pulni berishga tayyorman. Jigar, boshini og'aynichilik oqibat pul bilan o'lchanmaydi. Bo'pti jigar, rahmat. Aytgancha pitssani maza qilib yedim. Yaxshi ko'rishaylik. Yaxshi dam ol og'ayni. Bo'pti. Xo'p. Jigar, 10 ta soxta do'st-a. Bir dona bo'lsa ham kambag'al, soddasi yaxshi. Oddiylikda halovat bor lekin. Ha qoravoy, ne unaqa qaryapsa, bu 7 pulini ishlatib turamiz endi. Keldim o'rtoq o'taman, chiqasanmi? O, mashinani qayerda olding? Mashinami? Qali, adamlarniki chiqib ketdi. Zo'r-ku. Chaqirishga chaqirib olding. O'zi meni qayoqqa olib ketyapsan? Yoshlikning orzuni amalga oshirgan edi. Xullas bugun banket meni hisobimda. Borganda bilasan, shvedskiy stol jigar. Qayoqqa ketyapsan? Hozir jigar, shu nosklarga kirib chiqing. Chiqaman. Kutib qolmadim. Shu bagajga qo'yib o'g'ir ekan. Qarash O'g'ir ekan jigar. menga qara. Bitta korobka bananni. Nima qilasan? Shoshmay tur. Hozir jigar, hozir. Mana o'rtoq, sen bilan bizni yoshligimizda to'yib yeyish orzu bo'lgan narsa. To'g'ri aytasan. Ikkita o'rtoq bugun bir mazaq to'y banan yeylu. Ol, o'rtoq, ol oqa, ol. Mana. Ha, boyvachcha. Shuncha bananga pullar. Qayerdan olding? Bu nima? Qoravoyi. Sotdingmi? Yo'q, ne qoravoyi sotaman. Qo'yan yemiga deb yig'ib yurgan pulim bor edi. Bu jetdi puli bu jetdi. Ol undan ko'ra to'yib yesin-chi. Endi qo'ylaringni yemiga pulni qayerdan olasan? Sen bu yog'ini o'ylama. Undan ko'ra ol, banana to'yib yesin-chi. Aloqa ol. Rahmat. Maza qilib yedim. Sen maza qilgan bo'lsang bo'ldi. Menga shu kerak edi. Osh bo'lsin jigar, kambag'alli bir to'ygani, boyigani-da jigar. Sato, yoshlikdagi orzuligicha qolmadi. Cho'ta yomg'ir ham quyaveradigan o'xshaydi. Ketdi bo'lmasa, uyingga tashlab ketaman. Rahmat o'rtoq. Shoshmay tur o'rtoq. Kecha oldimga keldingda nimadir dardingni aytmoqchi bo'lib, aytolmading. Tinchlikmi o'zi? Jigar, bir qarasam, yoningdaman degan yaqinlarimdan ko'nglim to'qdi. Yana bir qarasam, atrofimda hech kim yo'qdi. O'rtoq, bu hayot seni ko'p insonlar bilan tanishtiradi. Lekin vaqt o'zi ularni sekin-sekin saralab qo'yar ekan. O'zi bitta o'rtoqni xursand qilish uchun ko'p narsa kerak emas. Oldida bir dona haqiqiy do'sti bo'lsa bo'ldi. Bo'pti, yaxshi ko'rishaylik. Shu do'stim sodda ko'ringani bilan hayotda ko'p qiyinchiliklar ko'rgan. Kim do'stu, kim dushmanligini yaxshi biladi. Boringga shukr do'stim. Boringga shukr. O'zi bitta o'rtoqni xursand qilish uchun ko'p narsa kerak emas. Oldida bir dona haqiqiy do'sti bo'lsa bo'ldi. Qoravoy, kecha ko'rding-ku, bu jet pulni ishlatib qo'ydim. Bugunchi sabr qilib tur. Ertaga Xudo xolasa senga kepay bilan beda olib kelaman. Hopmi? Shahobiddin. Ey, Shahobiddin. Ahmad o'rtoq. Tuzukmisan? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat o'rtoq. Aytgancha, ke, mashinadagi narsalarni shunday tushirishar. Voy, o'rtoq, qora 770 jentraga beda ortib keldingmi? Yur chiriyli. Bolla qora jentra katta bolalarga deb kerak bo'lsa, o'rtog'ini o'tkazmaydi. Sen qo'ylaringga beda ortib kelyapsanmi? Shahobiddin, Ha, qayni? kecha banket sandan edi. Bugun qo'ylaringga ham, o'zimizga ham mani hisobimdan banket. Jigar, qara, rizq ajoyib narsa-da. Senga kerak payt kutmagan joyingdan kelar ekan. Yur ketdi, kira qol. Yur, yur. Ayni qara Shahob.
Sanga bitta savolim bor-da. Og'ayni, nima savol aka? Yoshimiz ham 32 ga chiqdi. Og'aynilarning orasida uylanmagan bittasan qoldi. O'zi tengqurlarning уже ikkitadan, uchtadan farzandlari bor. Sen qachon uylanasan, o'rtoq? Seni ham oila quraman, farzandli bo'laman degan orzu havasing yo'qmi? Mani uylangisi kelib bitta o'ylaysanmi o'rtoq? Mana mana shu qo'ylarim boqayotgan xonam aslida meni uylanadigan uyim. O'zing ko'zlaring bilan ko'rib turibsan o'rtoq. Sharoitini qara, qayerga uylaning. Lekin meni gaplarimdan hech qancha xat bo'lmalaring. Bittidan so'ramaysanlar. O'rtoq, o'zi uylanishga sharoiting bormi, yo'qmi deb. Hamma ustimda kulgan. To'g'ri aytasan, o'rtoq. O'zi aslida hamma ayb bizda ekan. Kulib yurganing bilan darding ichingda ekan. Bor qo'lingni yuvib chiq. Shashli ham pishib qoldi. Shashlikni ol. Bugun banket boshqacha-ku og'ayni. Ol o'zingni. Jigar, Qo'ra tepasida shashlik zo'r ketar ekan, ha? Keyin-chi, shashlik mazasi vak zo'r ekan. Kech bo'lganda qayerdan topdi? O'zimizani archa ko'cha shashlikdan marinadini olib keldim. Hozir 2 minut o'tirib tur. Mana shuni magazinga suvga chiqib keling. Shashlik o'rta. Raya, anorligi, nokligi. O'rtoq, Rayami? O'zimizning milliy brend. Anorligi, nokligi yangi chiqyapti. Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Mazasi rashi zo'r deb bismillahirrohmanirrohim. Voy, sen to'g'ri aytding. Mana o'z shuni harakatdaman. Xudo xohlasa shu qo'ylarimni ne umidlar bilan boqaman. Tezroq katta bo'lsa, shu ikkita xonamni remont qilib, Xudo xohlasa uylanaman jigar. O'ylagan niyatlaringga yet, o'rtoq. Bittidan so'ramaysanlar. O'rtoq, o'zi uylanishga sharoiting bormi, yo'qmi deb. Hamma ustimda kulgan.